Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar. Mana marhamat Tilobali restoranimizda ish faoliyati davom etmoqda. Mana adresni yana bir tushuntirib o'taman. Dalagirdan tushgandan Pastarxon yozuvidan 100 metrdan keyin o'ng qo'lda Tilobali restorani. Mana marhamat. Kelaverasizlar. Bugun mana 30-may soat 20:05. Marhamat. Mana bu yog'i Terezor mahallasining to'g'risida. Hammalarni kutib qolamiz. Sizlarga xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Marhamat, guruhdoshlar, akalar, opalar. Kelaverasizlar bemalol. Mana marhamat. Frezer marojinlarimiz ham bor, dastavka xizmati mavjud. Taomlarimizdan shashlik, tabaka, jizbiz, umakay, jiz, birinchi ovqatlar, 15 xil mayonezli salatlar, mana frezerli marojinlarimiz ham mavjud. Marhamat, aytaverasizlar. Dastavka xizmati Nayman, Chortut, Xazora. Qayerga bo'lsa dastavka xizmati bor. Dastavka xizmatimiz mutlaqo tekin. Murojaat uchun pastda telefon nomerlar qoldiraman. Hammaga rahmat.